Bugün bu senin hata iddianı özgert bulanma Abdülkadir Yamaç Xitay cihat etişemez tıkı. Bugün bu cihat açılgan ruhunu hazırlap bulanma kılıvatımız bir adam. Bizden parakende kılıvatkan neyse emez, koral meselesi emez bu. Pen teknik meselesi emez. Bu pen teknik ve koralın bir taraf kılış, ruhi meselesi, fikri meselesi bu. Xitay şuna bugün müşahede münafıklarına, hain güyleri tılpın edip, İstanbul demiş olatı da dep turdu ya. Ma münafıklar mescid turib tılpaylar Xitayning tılpını qabul qilib, müşahede bo'lgan gap dep turdu ya ma münafıklar. Şuna biz yo parlamentdan ibaret. Bir Sharqiy Turkiston Oliy Majlisi Oliy Kengashidan ibaret bir kengashni qurib, xilma-xil fikrli kishilarni bir to'plab, buning ovozini, buningcha o'ttirgan fikrlarni hamma o'rtoqlashtirib, bu 5 narsaga tegmaslik sharti bilan ittifoqlashib, bir arıga kelib, biz shu Xitoyga qarshi harakat qiladigan bir zo'r mexanizm, ana apparatni, ana tashkilotni qurib chiqishimiz shart deyman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdülkadir Yamaç aka, şu Sharqiy Turkiston mustaqillik kurishida Xitoy tajovuzlariga qarshi Sharqiy Turkistonliklarning umumiy birligi qanday hosil qilinishi kerak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من yuqorida birlik, ittifaqlık qanday qo'lga keldi, qanday keltirishimiz lozim. Shundaymi? Real bir siyosiy harakatda ifodasini ko'rsatdi degan bir masala bor bu. Endi ittifaqlıqning davosini qilmaydigan hamma odam ittifaqlık deydi. Ammo kelmaydi. Buning uchun biz ikki narsani hozirlashimiz lozim. Buning birinchisi hamma odam meningki kas olti, meni qo'lni solti, meni e'tirof qilsa solti deydigan macho ko'z qarashdan, ma pichak chakana, ma axloqdan voz kechishimiz lozim. Bu birinchi. Endi bu hammadan mo'yin bo'lgan qismi bu endi. Endi hozir yuqorida ikki narsani dedik. Ikki narsaga endi kelishi lozim. Hamma odamning ittifoqlik bir prinsipi, o'lchimi, g'oyasi bor. Ammo Sharqiy Turkiston xalqining ittifoqlik o'lchimi nimada bo'ladi? Nimaga ittifoqlashamiz? Hamma odam ittifoq deydi. Voy, ilmo ittifoq bo'ldi, bu bek chiroyli, go'zal gap. Ammo nimaga ittifoqlashamiz? İslam dininde bir ittifaqlıqni buyurdu. İslam dinindeki buyurgan ittifaqlık qaysi degan chaqningizda 6 iman, 5 İslam. Mushuningda ittifaqlashamiz. Dunyoning qayerda bo'lsak, tilimiz, rangimiz qanday bo'lishidan qat'iy mush narsa ittifoq biz. O bir joyga kelib turish degan gapimiz ittifoqlash. Mush fikrga ittifoqlashdik. Dünyadaki 7 qit'aning hamma yerdagi insonlar mushunga kelgan bo'lsa, biz mushunga ittifoq. Endi buni iymon keltirgandan keyin 5 narsa va yana musulmonlar qilishga tegishdik. Allohning barliq va birligini, Muhammad Rasulullohning payg'ambarligini e'tirof qilgandan keyin namoz o'qish, zakat berish, ro'za tutish, haj qilish. Bu narsami biz birlikka kelgan narsalar, bu ittifoqlik bu. Bu narsada biz Sharqiy Turkiston xalqi uchun, Sharqiy Turkiston musulmonlari va boshqa musulmonlar bilan o'rtaq ittifoq berdi bizga ittifoq. Endi ittifoq bo'lmagan ya navamda olsa. Biz mushunda 6 iman, 5 islomda ittifoq turug'liq. Buningda bir millat, bir ummat, bir tushunchaga, bir ideologiya ega bo'lgan xalqlar nima uchun ittifoq bo'lmayapti? Nega ittifoq emas? Biri menfaat ko'rishi, yana biri menmanchilik, shuhrat. Bu ikki narsa ittifoqlashtirmoqda. Buning uchun biz endi biz dunyodagi musulmonlarning bu menfaat ko'rish, buni o'zgartirish mening qo'limdan Sharqiy Turkiston xalqining ustidagi mas'uliyat va majburiyatimiz emas u. Bizning mas'uliyat va majburiyatimiz doirasidagi ishlar nima deganda, biz mush iymon
6 iman ve 5 İslam'a kelgen Müslümanlar bir narsaga ittifoqlashib oldi. Endigi ikkinchisini tug'di. U nima degan chog'ingizda Sharqiy Turkiston mening tuprog'im. Xitoy u yerda ishg'olchi, tajovuzchi, bulangchi, qaroqchi yashash haqqi yo'q. Yig'ib aytganda buni yashatmasak bo'ladi degan kelib olishimiz lozim. Şunu biz bu narsani uchun ko'p ta'kidlayapman men hamma yerda. Bu tuproq masalasi ekan. Bir tuproq masalasini hal qilish orqali tuproqdan Xitoydan iborat bu razil iflos qabiy jinoyatchini qo'g'lab chiqarish orqali ata-onam, urug' tuqqanlarim, barliq Sharqiy Turkistonliklar, Uyg'ur, Qozoq hammaylar mushuk, qog'i, qo'zg'un, Sharqiy Turkistonda barliq coğrafiyasi, Sharqiy Turkiston coğrafiyasining ichida yashayotgan barliq jonliq va jonsiz shaylarning o'rtaq shu ozodligini eningdagi qo'lga keltira olamiz. Xitoy bu yerda shu mushukni xotirjam yashatmadik, besib kelgandan beri. Endi bunda bo'lgandan keyin biz nega birlashib ekanmiz ham shunami? Nega ittifoqlashimiz buni? Sharqiy Turkiston tuprog'i mening deganda ittifoqlashimiz, Sharqiy Turkiston ismida ittifoqlashimiz, jismida ittifoqlashimiz, xarakterida ittifoqlashimiz, davlat bayrog'ida ittifoqlashimiz, davlat gribida ittifoqlashimiz. Men shu Sharqiy Turkistonlik Uyg'urning davosini qilaman deb bu 5 ism bilan xohlagancha o'ynayapti deya bular. Buning hech qasdan gap qilmayapsiz. Qanday to'g'ri bo'ladi bu? Bu 5 narsa davlat degan gap bu. Bu 5 narsaning bo'lgan ruhiy holati, ideal holati har bir siyosiy rahbar, har bir siyosiy shaxsni, har bir Sharqiy Turkistonlik bu 5 narsaga maydon aniq, ro'shan holda buni tunib, bu bizning davlatimizni qurishning tub asosi bu. Bu asosni hech qanday shaxs, hech qanday davlat, hech qanday kuch buni o'zgartirishga yo'l qo'ymaymiz. Buni davlat qilishning tub asosi bu. Bunun yol koygan çağınızda ben üzem vicdansız, üzem hain, üzem ahlaksız, üzem bu 5 narsa kıygan asilik buludu, hıyanatın buludu deyip tunuyduğun muşrak keltirişimiz lazım ya bir yerde. Xitoy bugün Sharqiy Turkiston ismini kullanmaysa Uyg'uriston deb ataysa muş devletini sana itiraf kılman diyorsun Sovetler İttifakı'na o'xshash, Rusiyaga o'xshash. Bizim Uyg'uriston deb ataylı. Bu bakada Xitoy'da mecburi kuchuyla tatip alamiz bunu. Sen deyse işenmeysin sen bunun. Sen hem yerin kisel ve nifak, asilik bilen tolgallıkın için bunu kuchuyla almayız. Kuchuyla alamiz bunu inşallah. Bu kuchuyla alalaydıqallıqımızga Xitoy Xi Jinping degan ibaret bu hunpar cellat işini bo'ldi. Ma sen böyle işenmeysin şu. Ben işendim. Biz tatip alalayımız ne? Ama bunun bir şartı, ama dünyada ben biznes izlemeyim. Bu Sharqiy Turkiston davası yolu da ben Sharqiy Turkiston ismi ve namıdan ben hiç qanday nas istemeyim. Fakat Allah Teala'nın cennetine kirime. Bu yolunu iman ve İslam vahyinin yetekçiliki demenip Allah'ın rızalığını tilep ben cennetini arzu kılma. Sharqiy Turkiston'u azat kılış için cennet bana yeterlik deydiğen salih, muttaqi, muhsinlar yetilgen çağınızda bu yolda ben öldüm. Hayat Abdülkadir yapacağım ismim, cismim yok diye yakile. Müşekkili var evvel. Biz Xitoy bilan Allah yolunda cihat kılıp, köreş kılıp hem cennet kirimiz hem vatanni azat kılımız. Hem bugünkü Xitoyning mustamlik zulmidan, işgaldan qutulamiz, qulluqdan qutulamiz. Hem ahiret devzak azabından qutulamiz. Bu ideyani buga yaratmaydı ekanmiz. Biz nima ish qila olamiz? Hech kim qilolmasdan ki. Şuna biz bugün Sharqiy Turkiston siyosiy harakatining, Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatining ana siyosiy ruhin, siyosiy ideyasini turg'izishimiz lazım. Her bir Sharqiy Turkiston. Bu tamamen turg'ilib ishonch qilingan kuni men Xitoydan qo'rqmayman, qo'rqib boqmadim. Xitoy o'ttirdi. Ama benim cismimni o'ttirdi. Men o'tirib qo'ygan ruhni o'tiralamda. O'tirolmadim. Mening egam, mening Rabbim mush vaqt qadar qo'g'dab keldi. Buning dinki mucha Xitoydan iborat bu nejis dushmanga taslim qilmaydiganligiga Allohga iymonim bor mening. Bu e'tibor bilan biz
Bu iddiada birleşişimiz lazım endi. Shundaymi? Mush iddiada birleşişimiz lazım. Ha, ma iddiyat birleşidiganlar bormi? Mush iddiyat men bor yo yo'q deb baqa musulmon bo'lsin. Ikkinchisi hamda ha, bu fikri birleşdikmi? Nima? Mening tuproqim Sharqiy Turkiston, Xitoy ishg'olchi. Buni chiqarib o'tib Allah buyurgan peygamber ko'rsatgan şekilde insanlık ve hayatlık yaşayalaydigan bir devletni quramiz degan bu iddiada birlashimiz. Bu iddianın 5 ana prinsipini hech kishi Sharqiy Turkiya ismi, jismi, xarakteri, davlat bayrog'i, davlat geribiga hech qanday maxluq, hech qanday guyning tegishiga yo'l qo'ymaymiz, o'zgarishga yo'l qo'ymaymiz. Sen bilgan bu ana ruhida o'ynaydigan guylar xiyonatchi, asi, munofiq guylar. Ha, desa qattiq gap qildik ekan debsiz. Ma masalada qattiq gap qilmasak bo'lmaydimi, uqtimi? Ras shu Sharqiy Turkiston Uyg'urini suydigan bo'lsang, ras anang bilan dadangning aşadik urug' tuqqanlarini suydigan bo'lsang, buga mening gapimdan xafa bo'lmaysan. Kesal olmasang nima deb xafa bo'lasiz? Xitoy xafa, sen xafa bo'lamsan? Ikkinchisi, bu narsada ittifoq qilgandan keyin, ikkinchisi bir-birimizni qabul qilamiz. Bu Sharqiy Turkiston siyosiy harakatini, faoliyatini qilayotganlar bormi? Mayli Uyg'ur ismi bilan, mayli Sharqiy Turkiston ismi bilan, har xil ism bilan qilyotadi. Ammo bular qanday qilishini nasib, ma 5 narsaga tegmaslik sharti bilan-cho, biz bu 5 narsani g'oya qilgan, bu Sharqiy Turkistonning mustaqilligini, hur, mustaqil davlat qurishini shu asos qilgan, mush roqda birlashgandan keyin mush odamlarni qabul qilamiz bir-birimizni. Men qabul qildim. Men qabul qilganligim uchun hammaylar bilan chiroyli, go'zal munosabat o'rnatib ve bular bilan suhbat o'tkazib, yaxshi munosabat qilib ketib boraman. Shunga biz parlamentdan iborat, bir Sharqiy Turkiston Oliy Majlisi Oliy Kengashidan iborat bir kengashni qurib, xilma-xil fikrli kishilarni bir yerga to'plab, buning ovozini, buning o'ttirgan fikrlarni hamma o'rtoqlashtirib, bu 5 narsaga tegmaslik sharti bilan ittifoqlashib, bir araga kelib, biz shu Xitoyga qarshi harakat qiladigan bir zo'r mexanizm, ana apparatni, ana teşkilatını qurib chiqishimiz shart deyman. Başka devletlerde yaşayotgan kişiler bizden hech qanday bir tankimiz ya urush aeroplanlarimiz bo'lmasa, sonimiz bunday ko'p bo'lmasa, qanday ularla urush olaymiz deganlar bir narsa bor. Men bilsam shu Menga javob beradilar. Bular bugungi vaziyatni oldiga qarab, alqatap Putinning uchini ko'rdigan insonlar. Biz shunga da'vatimiz ma haqni biz bugün ilim-fen dünyasına, bugünkü dünyaya bağlan köz qarşını doğru şekilde bir muayyenleştirip alsa davetimiz. Şunu bunu iman bilen kirlik davetimiz bunu. Buldu imanı aciz, zaki zayıf bağlan, ya ki imanı güçlük olsa mı, bunun Allah Teala'nın kudretinin bu davamlıkça bu vaziyeti tegiştirip turduğun Allah Teala'nın kudreti işinde banası ikenlikini bul tanımaydı şu. Mesela nima degan chaqimizmi Qur'ondagi qissalarni bir siyosiy harakatga tatbiqlab, bo'lib Sharqiy Turkistonlik musulmonlar ulamolarimiz o Qur'ondagi barliq qissalarning hammasini bir tatbiqlab, yakunlab Sharqiy Turkiston siyosiy harakatiga o'rnak qilishga loyiq shaklda o'zimiz tushunmaylik, boshqalarga tushundirmaylik, o'z tushunmagandan keyin. Bu yerdagi masala shu. Bizning bu yerdagi farqimiz bu. Biz Kur'an'daki barliq qissalarning hammani qayt ko'rib chiqdim. Bu orqali buningdan keyin Sharqiy Turkiston siyosiy harakatiga buni o'rnak qilishga bo'ladi. Alloh taolo nima shu demsiz hikoya o'qib qolgancha o'qib qo'ying deb tushirpadim sizga. Masalan qaysi qissa? Masalan Musa alayhisalomning qissalari bor. Yusuf alayhisalomning qissalari bor. Davud alayhisalomning qissalari bor. Buningdan boshqa nurg'un qissalar bor. Uningdan boshqa nurg'un tarixlar bor. Siz insonlik tarixidami? Eningga imoningiz bo'sh kelsa, birinchi dunyo urushida shu Osmanlı tamamen yıkılıp, bir İslam devleti, xilafet, imaret deydiğen nersini çüvütegilek, nurgun devletle müstakil olup getegilek, İkinci Dünya Uruşu'da şunda bulağılak, 89. yıl şunda bulağılak, 91. yıl şunda bulağılak, 2001'den başlap hazırga kadar bulağılak, bunundan keyin bu dünyanı özgürlemeydi deyipsiz, qanday deysiz o? Biz şunu dedik, mümkün Xitoy.
Xitoy ashuzam shunda bir pichak maxluqga o. Endi tasvirlaydigan bir so'z topamayman. Ajoyib pichak chakana maxluq. Şu o'rgangan bugungi ilm fanni G5'ni shunami? G5 5.6 bunu Uyg'urlar o'rganmasmi? Ash pichak ay Mangnor Ishplaz Xitoy qurgan universitetimiz quramaymizmi? Bununla cesaret kılanmağıdır. Yok hemen biz kılanmayımız deyip yenilip ergilik şu. Muş iddia bizden çok perişan kılıp ötüp ağan nesi bu? Aş Mangnur'dan Koral çapanını keydirip koysa ay koça teknat mağrulmanıdı. O divanın koyundan çıkan pişçilek mi anmayım ben Xitay'ını? Bir Abdal'ın koyundan kiyimiden çıkan bir pişçilek mi köymeyim ben Xitay'ın askerini götürüp ağam. Şu tutkan Koral'ın neymiş biz tutamaydık emez. O heydigen o yasağın tanken bizi yasamaydı deyip içindeydi. Hey, internet koyağlı kayna. Bir adam yağaçta maşını yasaptı şunda mı? Köydügensizler? Ben köydüm. Bir bala traktörde hem de. Traktörünün motoruyla ayrı para yasaptı. Hem de muşunu bugün Xitay, rejimi Xitay zulümü asladı kılıqlıq. Bu Türkiye'ye okşamıyor. Türkiye kıyğalı bizli şu an. Ay bayraktarını yasıqalı muşu biz şu başka edem emez bu. İHA SİHA'nı yasıqalı biz şu başka edem emez bu. Maslının ruhunu öttürüp bardı ma məxluqlar bu Uygurlu özünü öttürətib bize çıqılamayımız da bu xiyanet, hain, nifaq, paskin, nici səplaqlı bu. Şu müşahede yenilip ketkenlikimiz uçlam yenilatınız. Muş ruhtu muş iddiyadıla mı yenilip vatımız? Koral olduğa yak bağmaqlıq. Biz bugün muş iddia bilen, hata iddia bilen köreş kılıvatımız da Abdülkadir yapcan nimiş kıldı deydi bunda koğla karı koyla. Bugün muş senin hata iddianı özgürlük bulanma Abdülkadir yapmaz. Xitay cihat etişemez tıkı. Bugün muş cihat açılgan ruhuna hazırlap bulanma kılıvatımız bir adam. Muşunda yaşavdım ben küllü mankatim çeçilip, mankatim sözlep, mankatim çarçap. Biz ay mescidimizi yüzümüzden Uygur'un mescidden. Ay imkaniyetli muş adam yapımız oldu deydiğen gölü bağ mı yok mu? Nimişka mı Xitay'a karşı yapkan? Kanda olap namaz okup, kanda olap roz tutup, kanda kimle aldaysa bugün senin namazdan kığa emellerinin aş Xitay'a karşı tuğuzmuğun olsa kanda namaz bu. Xitay'ın aşağı işlevatkan cinayetler sükut kıldığın olsa namaz emez, rozum emez, ibadet emez, goy çıka aldığını kılap. Biz nehmuş Müslümanı Allah'a ve kitapka 6 imanға 5 İslam'a iman keltügen şunu kılıvatkallığa ma Xitay'da yenildi, Xitay yok oldu degen gepni anıltan mağutimiz cimamiyede. Bu Allah'ın kanuniyeti degen gepni kabul kıldıran mağutimiz Müslüman'a. Kalan kesel gülüğa tekişenmeydi ama. Şunun için biz ma milletin ruhsal altından görüş kılırız. Yapmasak bir goy kilip o degen bilen biz neymiş kılalaydık degendeki ağılgan burmuş gep ağılgan goy usarıp yok olap geçeden. Manda zehir o bombada yaman hava. Xitay şuna bugün müşahede ki münafıklarga hain guyları tılpınenip İstanbul neymiş olatı da dep turdu ya. Ma münafık guylar mescid turup tılpayla Xitay'nın tılpını kabul kılıp müşahede boğan gep dep turdu ya ma münafıklar. Bugün muş ruhның, muş kesellikning, muş palaj ruhның hemmisini yo'qtib desep sağlam Allah ve Allah'ın Resulü buyurgan iddia ve fikirge kelip bunun işinip üzünü çok barlığını muş yol kurban beraleydigan seviyeni yaratmasak, sağlam bir fikirni, sağlam bir ruhni yaratmasak neymiş kıla alaymiz? Bu meselenin hal qilishdan birdan biri çaresi muşu ruhni fikrini hal qilishi. To'g'ri so'z, to'g'ri fikir qiladigan, buni tili bilan ifodalab beraladigan, harakatiga yansıta oladigan bunda bir insonlarni, musulmonlarni yasab chiqmasak, qanday bo'lib Xitoyga urush e'lon qilamiz biz? Bizni ashi gapning hammasi shu chiqiblam qilolmaymiz deydi. Voy, qiyg'andimi tilding sen? Ulashga 24 soat hozir. Ağaçtan Xitay işini oldu, ma Uygur diye ma Müslümanlar bizden karşı özü işlenmeydi diye. Bu eçinişlik durum emez mi? Eçinişlik vaziyet emez mi? Bizden parakende kılıvatkan neyse emez, koral meselesi emez bu. Penteknik meselesi emez. Bu penteknik ve koralın bir taraf kılış, ruhi meselesi, fikri meselesi bu. Bu fikrini şu Abdülkadir yapacağı el kılışın tırışvatı neye var? Besberep. Muş fikrini kaç kitapçı, kaç nereden tapısla Uygur'un
Xitoy bilan qilmay kurashni, bir-biri bilan qiladi ya, yozgan kitoblardan boshlab hamiz biz sizning jasus degan, bizning xoin degan, bizning unda degan, bizning bunday degan, to'rda bakkatman kechichi Xitoy to'g'risida gap qilmaydi bu. Bir-biridan tillab so'ydi. Bunda ahvol ostida biz nima ish qila olamiz bu yerda? Shunga bu vaziyat o'zgardi. O'zgarguncha biz shu vaziyatga moslasha oladigan, vaziyatdan to'liq foydalanib qo'limizga qurol nima lozim bo'lsa Sharqiy Turkistonni ozod qilish, mustaqil davlat qurish uchun shuni qila oladigan ma'naviy atmosferani bugun hozirlaymiz deb ko'rish qilyapmiz biz. Ikkinchi gapimni so'ranglar. Mushu 5 prinsipga amal qilamiz. Mushu to'g'ri bizning nishonimiz mushu davatgan kishilarning ichidami bir tashkilotlar yani bir cho'ng namoyishlar qatnashmaydigan, e'tirof qilmaydigan shaxslar bo'lsin. Shu 5 prinsip e'tirof qilib shuni aygasimi yana fikir jihatdan boshqa jihatlardan birisi yaqin kelmaydigan ahvollar ko'p. Buni qanday buni bayatan dedik ya. Shu mush masalasi. Bu 5 prinsipni e'tirof qildi. Endi bu yerda bizning qabul qilmayapti dedi. Shuning uchun qabul qilmaganlik uchun bizni tillab haqoratlab hujum qilmayamdi. Bularni bu Sharqiy Turkiston Oliy Kengashi A'zo Milliy Majlisi dedi ya. Bunu Sharqiy Turkiston Oliy Kengashi Oliy Majlisi degan ismida hammadan kelsa, andın onu fikrini saqlab qolgan asosida 5 ana prinsip kelib, onu qo'lidan kelgan xizmatni qilsa, u yerda bir-birini tillab haqoratlab va tuhmat qilmasa degan tavsiyadi bo'ladi. Qaysi Oliy Majlisdan qaysi majlis? Ya bunu bir Sharqiy Turkiston Oliy Kengashi Oliy Majlisi degan bir nima ostida, bir çatı ostida birga kelsak, andın bularning o'zining ko'z qarash fikridan saqlab qolsa shaxsiy metod usullarini. Ammo ani fikrda bir bo'lgandan keyin bir-birimizni tillamay, haqoratlamay, tuhmat qilmay, hujum qilmay, ya'ni 5 ana prinsipning asosi shuning birlashdik biz, menga emas. Abduqodir Yapchan emas, yoki tashkilotlar birligiga, yo ulamolar, yo Sharqiy Turkiston Islom partiyasiga, yoki Qurultoyga emas, mush ana fikrga biz jam bo'lsak, mushning hammaydan bir kelsak, mushu shuar ostida bir araga kelsak, endi buning ismini Sharqiy Turkiston Oliy Kengashi Oliy Majlisi degan ismda bir to'plansak, o'zining ko'z qarashini saqlab qolgan asosida bir-birini tillamay, haqoratlamay, hujum qilmay, hammamiz Xitoyga qarshi qo'limizdan kelgan harakatni qilsak degan mush shuar ostida, mush usul bo'yicha bir taraf qilsak yaxshi bo'ladi deb qarayman.